Maryam asari 3-qism. Ilk hayajon. Muharram muallima juda hayajonda edi. Yillar davomida o'zi orzu qilgan o'qituvchilik kasbini boshlashiga juda oz qolgandi. Svarak avtobusiga chiqqanida bir joyda o'tirolmas. Konduktordan tinmay qachon yuramiz deb so'rardi. Chunki u o'quvchilari bilan tezroq uchrashishni xohlardi. Vaqt o'tib borayotganiga qaramay, avtobus joyidan jilmay turardi. Chamasi haydovchi yana yo'lovchi kelarmikin deb kutayotgan edi. Yarim soatlik kechikishdan so'ng konduktor Svarakka boradiganlar o'rniga yaxshilab joylashib olsin deb xitob qildi. Muharram ustoz buni eshitib chuqur nafas oldi. U boshini derazaga suyab, tashqarini tomosha qilib ketardi. Dalada mehnat qilayotgan, yuzlari oftobda qoraygan bolalarni ko'rib, xayolida maktab yillariga qaytdi. O'shanda u 3 yoki 4 sinfda o'qirdi. Maktabdan chiqishi bilan darrov dalaga qarab yugurar, otasiga yordam berardi. Bir kuni u charchab uxlab qolgani uchun uy vazifasini bajara olmagan edi. Ertasi kuni o'qituvchi uni doskaga chiqarganida qoniqarli javob bera olmagani uchun jazo sifatida tanaffusgacha sinf o'rtasida bir oyoqda turishga majburlagan edi. O'shanda u g'ururi singan va juda xijolat bo'lgan edi. O'zim ustoz bo'lib kelgan bu qishloqda hech bir o'quvchimning ko'nglini sindirmayman. Ularni boshqalar oldida sharmanda qilmayman. O'qishga bo'lgan ishtiyoqlarini so'ndirmayman, deb borardi u o'ziga o'zi. U yonidagi yo'lovchilardan Guneshli qishlog'i haqida so'raganida biladigan odam chiqmadi. Konduktordan so'radi. U ham yelka qisib qo'ydi. Svarak avtovokzalidan tushgach, qishloq mikroavtobuslari turadigan joyga qarab ketdi. Mikroavtobuslar oldida ular boradigan qishloqning nomi yoziladigan lavh yo'qligi uning e'tiborini tortdi. Bir necha kishidan so'ragach, nihoyat Guneshli qishlog'ini biladigan odamni topdi. Ha, og'ayni, siz Kilitli Kapi qishlog'ini so'rayapsiz. Ular qishloqning nomini yaqindagina o'zgartirganlari uchun buni hech kim bilmaydi, dedi u qo'shib. U yerga hech qanday mikroavtobus bormaydi, lekin men o'sha qishloqning yaqinidan o'taman. Xohlasangiz chorrahada tushib qolishingiz mumkin. Qolganiga Xudo boshi. Uning boshqa iloji yo'q edi. Shuning uchun o'sha ulovga mindi. Yo'l-yo'lakay dalalarning tosh bilan qoplanganini ko'rdi. Hayratda qoldi. Bu nimasi bo'ldi? Dalalarda tuproqdan ko'ra tosh ko'p. Nima balo? Bu yer osmondan tosh yog'adi degan joylardan birimi? Deb g'oldiragancha jilmayib qo'ydi. Guneshli qishlog'ida yangi xabar tarqalgandi. Bu xabarni eshitganlarning bir qismi xursand bo'lgan bo'lsa, bir qismi xafa bo'ldi. Yana bir qismi esa umuman parvo qilmadi. Qahvaxonada nard o'ynab o'tirgan bir necha qishloq ahli o'zaro bu ham ko'pga bormaydi. Mana ko'rasiz, oldingilar kabi qisqa fursatda o'z yurtiga ravona bo'ladi, deb gaplashishardi. Qishloq maktabi necha yillardan beri yopilgan edi. Bu yerda tayinlangan muallimlar orasida idealistlar, mahalladagilarning bosimi, farzandini o'qitishni istamaydigan ota-onalarning mashmashalari, jaholatning hukm surishidan naf ko'radigan zodagonlar tufayli yoki xavfsizlik nuqtai nazaridan ular bu qishloqda uzoq qolmas va o'z kasblarini samaraliroq bajarishlari mumkin bo'lgan munosib joylarga ketishardi. Qo'lidan boshqa hech narsa kelmagani uchun hech bo'lmasa bir kasbim bo'lsin, deb o'qituvchi bo'lganlar ham bor edi. Ular dunyoni tashqaridan chiroyli ko'rinadigan katta-katta shaharlardagi zamonaviy universitet hayotidan iborat deb o'ylaganlari uchun bu chekka qishloq sharoitlariga moslasha olmay kelgan tomonlariga qaytib ketishardi. Oxirgi marta 12 yil avval kelgan boshlang'ich sinf o'qituvchisi o'g'irlab ketilganidan so'ng xavfsizlik nuqtai nazaridan maktab yopilgan va o'shandan beri ochilmagan edi. Televizor va gazetalar hali ham yetib kelmagan. Radio ham juda kam oilada topiladigan. Bu qishloqda yashovchi aholining dunyoqarashi qishloq og'asining ruxsati bilan belgilanardi. Qishloq og'asi istamagan yangilikni o'rganishga hech kimning haqqi yo'q. U maktabning yopilishidan manfaatdor edi, chunki bilimsizlik va jaholat hukm surgan joyda xalqni boshqarish juda oson. Og'a qishloqdagi bolalarning ko'zi ochilib qolishidan qo'rqib, boshqa joylarga ketishlariga to'sqinlik qildi. Qishloqdan shaharga ketish qiyin bo'lishi uchun qishloq yo'li bilan shahar yo'lini bog'lovchi ko'prik qurilishiga yillar davomida ruxsat bermadi. Yozda
bir ilojini qilib shaharga borish mumkin edi, lekin qishda u yo'ldan o'tib shahar tomon odimlashning sira imkoni yo'q edi. Qishloq bolalarining bilimi olishiga rozi bo'lmagan og'a o'z farzandlarini Shanliurfadagi eng oliy maktablarda o'qitishda hech qanday xato ko'rmasdi. Uzoq muddatli tanaffusdan so'ng qishloqqa yangi muallim kelishini birinchi bo'lib qishloq og'asi eshitdi. Bu xabar unga yoqmasa ham qarshilik qilishga va qishlog'imizga maktab kerak emas deya e'tiroz bildirishga huquqi yo'q edi. Davlatning o'qituvchi yuborishiga qarshilik ko'rsatishga kuchi bo'lmasa ham, muallim kelganidan keyin unga bosim o'tkazish orqali tezroq bu yerdan ketishiga majbur qilishi mumkin edi. Ko'ramiz, yangi kelgan muallimning sabri qanchaga yetarkan. Qishloqda tarqalgan yangi muallim haqidagi xabarga eng ko'p suyungan va qayg'urgan Noila buvi edi. Maryam bir burchakda o'tirib yig'layotgan buvisini ko'rib, nega yig'layotganini dastlab tushuna olmadi. Horg'in yuzi achin bosgan keksa momoning qaddini rostlarkan, "Oh, mening qora ko'zim, oh, mening jigargo'sham, qaniydi hozir hayot bo'lganingda, maktabni qanchalik sevarding-a, bolam", deb faryod qilayotganini eshitdi. Maryam tug'ilishidan oldin buvisi 12 yoshli o'g'lidan judo bo'lgan edi. Bu haqida ammasi Maryamga aytib bergan va uni qattiq ogohlantirgan edi. "Onamning oldida Ramazon amakimga nima bo'lgan deb zinhor so'ray-ko'rma. Onam uning ismini eshitsa, qattiq g'amga botib, ko'z yoshlarini tiyolmaydi." Maryam ham buvisini ranjitmaslik uchun shu kungacha bu mavzuni ochmagan edi. Shu kungacha qayerda edingiz? Ramazon juda aqlli va tarbiyali, oilada hech kimga o'xshamaydigan boshqacha bola edi. U har kuni ertalab onasini issiqqina yubka pishirishga undar, pishgan birinchi yubkani qo'liga olib shosha-pisha ustozining oldiga oshiqardi. O'sha yoshda u qishloqlardan farqli o'laroq ayollarni qadrlash va e'zozlashni o'ziga uqtiradigan ongli, marhamatli va mehribon bola edi. U hech kimning xayoliga kelmaydigan va qo'l urishga jur'at etmaydigan ishlarni qilar. Kechqurun uyga kelishi bilan maktabda o'rganganlarini opa-singillariga va onasiga o'rgatardi. "Modomiki sizlar maktabga borolmas ekansiz, men maktabni oyog'ingizning tagiga olib kelaman", deb hazillar qilardi. Ramazon 12 yoshga endigina qadam qo'ygan edi. Kunlardan bir kuni u yana onasi pishirgan yubkalarni 4 ko'z bo'lib kutar ekan, o'zini biroz holsiz his qilgani uchun o'choq qarshisidagi yog'ochning ustiga o'tirdi. Onasi tayyor bo'lgan yubkalarni o'choqdan olishi bilan u ham o'rnidan turdi. Maktab tomon ilk qadamini qo'ygan zahoti birdan yerga yiqildi. U hushidan ketgan edi. Onasi o'rnidan irg'ib turdi-da, o'g'lini bag'riga bosib, ichkariga olib kirib yotqizdi. Onasi bir necha kundan beri o'g'lidagi o'zgarishlardan xabardor bo'lsa-da, lekin noxush voqea sodir bo'lishi mumkinligini xayoliga ham keltirmagan edi. Garchi bir marta eriga "Bir necha kundan beri o'g'lingizning rangida rang yo'q, hech narsa yemayapti, uni bir shifokorga ko'rsatish kerak", degan bo'lsa-da, lekin otasi "O'g'ling maktab bog'ida o'ynashdan beri kelmaydi, qo'yaver, balki kasal bo'lsa, aqli kirar", deb parvo qilmagan edi. Bir kuni tongda ular Ramazonning ingroqlari bilan uyg'onishdi. Onasi yugurib kelib, ne ko'z bilan ko'rsinki, Ramazonning tim-qora sochlari to'kilgancha yostig'ining ustida yoyilib yotardi. Shu payt onaning yuragiga cho'g' tushdi. "Oh, bolam", deb qilgan nolalarini butun qishloq eshitdi. Ali Ramazonni olib ot aravaga mindi va tuman markazi tomon yo'l oldi. Biroq tumandagi shifokorlar imkoniyatlari chegaralanganligi hisobiga Ramazonning kasallik sababini aniqlay olmadi. "Katta shaharga boring, bemorga faqat ular tashxis qo'yishi mumkin", deb ularni qaytarib yuborishdi. Diyorbakir davlat kasalxonasidagi tajribali shifokorlardan biri Ramazonni tekshirganidan so'ng uning mitti jasadiga boshdan oyoq ko'z yugurtirdi va ortiq unga qarashga botinolmay tashqariga chiqdi. Ramazonning otasini chaqirib, "Bugungacha qayerda edingiz? Juda kech qolibsiz", dedi u. O'sha payt kasalxona go'yo Alining boshiga qulab tushgandek bo'ldi. O'zini qo'lga olishga urinib, doktordan so'radi. "Nimalar deyapsiz, doktor? Nimaga kech qolibmiz?" degan savoliga javob olishga ulgurmay turgan joyiga gurs etib yiqildi. Otasi sho'rlik o'g'lining oqqon deb xastalikka chalinganini
O'shanda bildi. Ular shifokorga borganlarida hammasi uchun juda kech edi. Farzandingizni hoziroq bu yerdan olib keting va unga o'z uyida qulay sharoit yarating. Bundan keyin unga dori-darmon ham foyda bermaydi, deb ularni ortga qaytarib yuborishdi. Ali yo'l bo'yi ko'z yoshlariga g'arq bo'ldi. Endi bu holatni xotiniga qanday tushuntiradi? İlk bor shaharni o'z ko'zlari bilan ko'rgan Ramazon quvonchdan osmonlarga uchar, atrofni tomosha qilishiga shunchalik berilib ketganidan hatto o'z dardini unutib qo'ygandi. Ayniqsa shahardagi ko'p qavatli binolar uning e'tiborini tortgandi. Qishloqdagi uylar bir qavatli edi, bu yerdagilar esa ustma-ust qurilgandi. Odamlar bu uylarda qanday yashaydi va qanday kirishadi, deb o'yladi u. Ular ketayotgan yo'l chetida bolalar maydonchasi ko'rindi. Uning e'tiborini birinchi bo'lib arg'imchoq tortdi. U onasi arg'imchoqda uchirayotgan bolaga havas bilan qaradi. Ramazon ham arg'imchoqda uchishni juda yoqtirardi. Qishloqdagi uyi oldidagi ikki daraxt orasida arqon bog'lab, Ramazon uchun arg'imchoq yasagan edi. Ammo qo'ylar o'sha daraxtning soyasida dam oladi, deb otasi arg'imchoqning arqonlarini kesib tashlagandi. Qishloqda ularning uylariga yaqin boshqa daraxt yo'q edi. U arg'imchoqqa bo'lgan havasi ichida qolib ketgani uchun necha kunlab yig'lagan edi. Hozir ko'rgan arg'imchog'i unga o'zining arg'imchog'ini eslatib yuborgan edi. Qiziq, agar park yonida to'xtab arg'imchoqda uchirishni so'rasa, bu istagiga otasi rozi bo'larmidi? Shahar naqadar go'zal joy. Qani edi bizning uyimiz ham shaharda bo'lsa, Oyisha bilan har kuni shu yerga kelib mazza qilib o'ynardik, deb xayolidan o'tkazdi. Otasi tomonidan birinchi marta tovuqli kotlet bilan siylangan Ramazon uydagi opalarini o'yladi. U umrida hech qachon bunchalik lazzatli taom yemagan edi. U past va xijolatli tovushda otasidan so'radi. Otajon, labbay bolam, bundan opalarimga ham olsak bo'ladimi? Ali yutindi. Ayni damda ko'zlaridan oqayotgan shoshqator yoshni to'xtatishga qiynalardi. O'zining so'nggi kunlarini yashayotgan o'g'liga yo'q deyishi mumkinmidi? Albatta olamiz, lekin pulim unchalik ko'p emas. Bor pulimga bir dona olamiz. Ular bo'lishib yeydi. Sen kasalsan, qo'lingdagini hammasini yeb qo'y. Ramazon otasi sotib olgan kotletni akalari paqqos tushirib, opalariga qoldirmaydi deb o'ylagani uchun o'zining kotletidan bir bo'lagini ular uchun asrab qo'ydi. Qishloqqa qaytganidan 2 oy o'tib, Ramazon tug'ilganida uni katta ishtiyoq bilan kutib olgan bu dunyo bilan jimgina vidolashib ketdi. Uning o'limi barchaga qattiq ta'sir qildi. Ayniqsa ota-onasiga. Oradan yillar o'tgan bo'lsa-da, uning yo'qligiga ko'nika olishmadi. O'sha davrda o'g'il farzandidan ayrilish ota-ona uchun og'ir falokat sanalsa, Ramazondek rahmdil, mehnatkash va zukko boladan judo bo'lish dard ustiga dard qo'shardi. Uning vafotidan keyingi kunlarda qishloqdagi maktab ham yopilgan. Shundan beri qaytib ochilmagan edi. Yangi muallim xabari bilan farzand dog'i yangilangan Noila sandiqning boshida nola qilib ko'z yosh to'kardi. Noila buvisining yig'lashiga chiday olmagan Maryam uni quchoqlab ko'z yoshlarini artdi. Buvisi, kel senga bir narsa ko'rsataman, deb sandiqning qulfini ochdi. Sandiq ichida Ramazonga tegishli sumka, daftar va qalamlar yotardi. Buvisi, mana bular Ramazon akangning narsalari. Qishloqqa yangi muallim kelyapti. Agar amaking hozir tirik bo'lganida, bugun u uchun bayram bo'lardi. Bundan sen ham xursand bo'l, xo'pmi? Degancha sandiqda saqlab yurgan xotiralarini ilk bor tashqariga chiqardi. Muallim deganda xayolida hech narsani tasavvur qilolmagan, qanday mavjudot haqida o'ylashni bilmay ikkilangan Maryamning miyasida beixtiyor shunday savol tug'ildi. Buvi, muallim deganingiz o'zi qanaqa odam? Sotuvchimi? 3 yoshgacha buvisining qo'lida o'sgan Maryam 4 yoshga to'lgach uyiga qaytdi. Bu qaytish kimdir uni sog'ingani yoki buvisiga berganiga pushaymon bo'lgani uchun emas, ukasiga qarashi uchun edi. U 5 yoshida Muhammadga g'amxo'rlik qilish bilan birga undan keyin tug'ilgan ukasiga ham qaray boshladi. O'z bolaligini hech qachon his qilmagan Maryam go'yo birpasda ulg'ayib, o'zidan kichik bolalarga ona bo'lib qolgandek edi. U bu narsani tabiiy holdek qabul qilar
va bu vazifani katta fidoyilik bilan bajarardi. Maryam hech qachon bola bo'la olmadi. Hech erkalana olmadi. Yiqilganida hech kim uning qo'lidan tutib turg'izmadi. Hech qachon ona deb yig'lay olmadi. Yig'lasa ham onasi uni eshitmasligini uning mitti yuragi sezardi. Maryam o'zining mittigina jussasi bilan kunduzi uy ishlariga yordam berar, qolgan vaqti ukalariga g'amxo'rlik qilar. Shom payti esa kechki ovqatni ham yemay uxlash uchun bobosinikiga ketardi. Biroz vaqt o'tgach u bobosini ota, buvisini onadek ko'ra boshladi. Qiziq, bu uning katta bo'lganida ongida to'g'ri ota-ona obrazini yaratarmikin? U onasi bilan aloqa o'rnatishi zarur bo'lgan muhim yoshda buvisining uyiga tashlab ketilganligi sababli u tuqqan onasi bilan emas, balki buvisi bilan ona-bola munosabatlarini o'rnatgan edi. U o'zining haqiqiy onasi borligidan xabardor edi, lekin o'z onasini ona deb ataganda qalbida chuqur va ta'riflab bo'lmaydigan bo'shliqni his qilar edi. Buvi tushunchasi undagi bu bo'shliqni biroz bo'lsa-da to'ldirardi. Ammo uning eng teran bo'shlig'i otasi edi. Maryamning bobosi qattiqqo'l va jizzaki odam edi. Oilaning eng ulug'i bo'lgani uchun u doim buyruq berishga odatlangan, mehr-shafqatni bir chetga surib qo'ygan odamlardan edi. Maryam yig'lagan paytlari qo'lidan ushlab eshikdan tashqariga uloqtirardi. Tovushi o'chmaguniga qadar uyga kirmasin deb buyruq berardi. Uni himoya qilishi kerak bo'lgan o'z otasi bor edi, lekin nomi bor, o'zi yo'q edi. Bobosi ham qilgan har bir qo'pol xatti-harakati bilan Maryamning qalbidagi bo'shliqni kengaytirishdan boshqa ishga yaramasdi. Uni himoya qiladigan va qo'lidan kelgancha asrab-avaylashga urinadigan yagona odam buvisi edi. Bobosining ko'zlari bor edi. Arzanda o'g'illarini ishlatishga ko'zi qiymagani uchun qo'zilarni boqishga Maryam bilan amakisining qizini qo'shib yuborardi. Bir kuni qishloqqa savdogar keldi. Onasi har doimgidek ukasiga shokolad bilan konfet oldi. Ona har doimgidek Maryamni unutdi. Onajon, men ham shokolad yeyishni xohlayman, deyolmagan qizning xafa bo'lib turganini ko'rgan ona, qizim, ukang hali kichkina, shuning uchun faqat uning o'ziga oldim. Sen esa katta qiz bo'lding, qolaversa ortiqcha pulimiz qolmadi, dedi. Onasi haq edi. Maryam katta bo'lgan edi, ammo u qachon bola bo'lgandiki, endi katta bo'lding desa. Xayollar puchga chiqdi. Maktab ochildi. Muharram muallim birinchi kundayoq hayratlar ichida qoldi. Chunki maktabga bor yo'g'i 11 bola kelgandi. Vaholanki har bir uyda o'rtacha 8-10 ta bola bor edi. Har ikkita oilaning bolalari kelsa ham bundan ko'p o'quvchi bo'lardi deb o'yladi u. U bolalarni qabul qilganida hali bu holva ekanini tushundi. Chunki 11 boladan faqat ikkitasi o'z xohishini tushuntirishga yetarli darajada turkchani bilardi. Qolganlarning hech biri muallimning og'zidan chiqayotgan jumlalarni tushunmasdi. Erdo'g'an va Yilmaz esa tumandagi maktabda o'qiganlari uchun turk tilini o'rganishga muvaffaq bo'lgan edi. Maktabdagi birinchi kunning oqshomida yotog'iga cho'zilgan Muharram muallim puchga chiqqan xayollari va umidsizlik ta'siridan yig'ladi. Turkchani bilmaydigan bu bolalarga o'qish va yozishni qanday o'rgataman, degan savol uni tinmay siquvga olardi. Uxlash uchun ko'zlarini yumishga urinar ekan, ko'z oldidan universitet yillari o'tdi. U yod olgan zamonaviy ta'lim nazariyalari bu yerda qanday foyda berishi mumkinligi haqida o'yladi. O'qituvchilar majburlab o'qitgan va yodlatgan darslarni eslashga harakat qildi. Fan va texnologiya, laboratoriya ilovalari, turk tili, tilshunoslik, sivilizatsiya tarixi, ta'limda o'lchash va baholash, tasviriy san'at, fan tarixi va falsafasi. Bu saboqlarning hech biri bu yerga to'g'ri kelmasligini tushungach, uning qayg'usi yanada ortdi. Uning xayolida qadimgi Yunon faylasuflarining g'oyalari ortidan quvadigan universitet professorlari bizning shunday qishloqlarda dars berishimiz mumkinligi haqida o'ylamaganmidi? O'zi o'sha professorlarning bunday qishloqlar hayotidan xabari bormidi? Universitetda miya savatimga to'ldirilgan materiallar bu yerda menga hech qanday foyda bermaydi. Nega ular bu yerda menga kerak bo'ladigan bilim va ko'nikmalar haqida
ma'lumot berishmadi kabi savollar paydo bo'lganda chuqur nafas olar va ahyon-ahyon xo'rsinib qo'yardi. Universitetda ilmiy tadqiqot olib boraman deb kitoblardan bosh ko'tarmaydigan, fakultet bog'idan tashqariga chiqib jamiyatga aralashmaydigan, dunyoni ilmiy ma'lumotlardan, raqamli topilmalardan va biz qaysi xalqaro jurnallarda chop etilishini bilmaydigan ilmiy maqolalardan iborat deb o'ylaydigan ustozlari haqida o'ylagani sayin g'azabi qaynardi. U karavatidan turib kichik pechgacha choy qo'ydi. Ba'zan onasi katta kuch sarflab tayyorlagan choylarni xushlamaganini eslab yana yig'lab yubordi. Ora-sirada "Oh, jonim onam, mehribonim, farishtaginam, mehrli nigohlaringizga jonim fido bo'lsin. Men uchun o'sha mehrli qo'llaringiz bilan qilgan har bir ishingizni ba'zan xushlamay tanqid qilardim. Meni kechiring onajon", derdi va ko'z yoshlari jimgina yonoqlaridan oqardi. To'yib-to'yib yig'lab olganidan so'ng u ancha yengil tortgandi. Uni kuzatib qo'yish uchun avtovokzalgacha kelgan ota-onasining so'zlarini eslab ruhi yengil tortdi. Bizga shu kunlarni ko'rsatgani uchun Allohga hamdu sanolar bo'lsin. Orzularingga erishish uchun ko'p mehnat qilding va nihoyat o'zing istagan o'qituvchilik kasbini egallading. Ana endi ilk o'quvchilaring bilan uchrashish uchun yo'lga chiqyapsan. Xudo oq yo'l bersin. Sen borgan joyda har doim ham seni jannatdek muhit kutmasligi mumkin. Ilgari uchramagan to'siqlaringga ham duchor bo'lishing mumkin. Bu ehtimoldan xoli emas. Nima bo'lishidan qat'iy nazar, biz senga omonat qilib topshirilgan bolalarni eng go'zal shaklda tarbiyalab, ularga mehr bilan ta'lim berishingga ishonamiz bolam. Onasining bu samimiy so'zlarini eslash unga eng yaxshi motivatsion kitoblardan ko'ra ko'proq ta'sir qildi va kuchiga kuch qo'shildi. Joydan hoplarkan shunday qarorga keldi. Shunday ekan, onam aytganidek, o'z vazifamni o'zim yelkamga olishim kerak. Albatta, bu qiyinchiliklarni yengib o'tish uchun qo'limdan kelgan barcha ishni qilaman. Ijro etuvchi Farangiz Murodova. Davomi bor.